Assalomu alaykum elektromobil foydalanuvchilari. Bugun sizlarga Volt Avto stansiyalaridan qanaqa qilib to'g'ri foydalanishni ko'rsatib o'taman. Bizning stansiyalarimizning eng asosiy ustunliklaridan biri bu O'zbekistonda hech qaysi stansiyada yo'q bo'lgan funksiyasi, ya'ni innovatsion gun holderlar. Xo'p, bu innovatsion gun holderlar vazifasi qanaqa? Agar ko'pchilik stansiyalarga e'tibor qilgan bo'lsanglar, kabellar yerda yotadi. Bu texnika bezopaslik jihatdan juda ham nozik. Nimaga deganda, mashinalar kabellarni bosib sindirish holatlari yoki bo'lmasa mana bunaqa держательlarni bosib sindirish holatlari bo'ladi. Biz esa mana shunaqa muammolarni oldini olish maqsadida gun holderli stansiyalarni O'zbekiston bozoriga elektromobilchilar uchun olib kirganmiz. Hozir bundan qanaqa foydalanishni ko'rsataman. Sizlar mashinanglar bilan kelganinglarda, mana bu держатель, ya'ni port yetmayapti. Shunda o'zingizlarga keraklicha mana bu yerda ko'rsatib o'tsak, tortasiz, stopnigi bor. Shunda o'zi to'xtaydi. Bemalol aylanib ulasanglar bo'ladi. Tushunarli? Keyin sizlar zaryad olib oldinglar, qanaqa qaytiraman? Ko'pchilik xato qiladi. Shundoq holicha qo'yib ketadi. Bu narsa noto'g'ri. Ko'rib turgan ham bunaqa yerda yot kabellari kirib bo'ladi. Undan tashqari oldin aytganimdek texnika bezopaslik jihatdan juda ham nozik. Chunki bu sizlarga 1 yil, 2 yil emas, 7-8 yil, 10 yilgacha xizmat qilish kerak bo'lgan narsa hisoblanadi. Buni qaytarib qo'yish esa azincha tortasizlar, o'zi tortib ketadi. Xo'p, plus tomonlari qanaqa? Birinchi o'rinda juda ham yengil. Chunki oddiy kabellarda, boshqa stansiyalarda yerda kabellar yotgan hisobiga 1 metr kabel 7 kilo, 7,5 kilo deb oladigan bo'lsa, bu 3 metr, 3,5 metrga 21-22 kilo bo'ladi. Bu zaryadlashga kelgan elektromobil egasi uchun juda ham noqulay hisoblanadi. Mana buni hisobiga esa biz deyarli 50% ga yengillashtirganmiz, qulaylashtirganmiz. Bemalol kelib foydalansanglar bo'ladi. Undan tashqari biz O'zbekiston bo'ylab barcha stansiyalarimiz ilovaga ulangan. Ilovani oldiga kelganinglarda mana bu QR kod bor. QR kodni skanerlab bemalol ilovani yuklab olib quvvatlansanglar bo'ladi. Undan tashqari bizda O'zbekiston bo'ylab 1700 so'mdan 2000 so'mgacha stansiyalarni quvvatlansanglar bo'ladi. Undan tashqari siz elektromobilingizni quvvatlashga kelganingizda biror bir quvvatlash jarayonida tushunmovchiliklar bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda bizani call center raqamlarimiz yozilgan. Undan tashqari mana bannerlarda ham ikki chetda ko'rishinglar mumkin. Bemalol aloqaga chiqsanglar 24/7 bizani call markazimiz sizlar uchun ishlab turadi. Bemalol kelib quvvatlansanglar bo'ladi. Volt Avto bosinglar, elektromobilchilar kelaverasizlar.